unpacking qilamiz. Menga Amazondan narsa Amazondan, AliExpressdan narsa yetadi. Avvalambor assalomu alaykum, hammalarning yakshanbili yaxshi o'tyaptimi? AliExpressdan bitta narsa zakaz qildim, bittasi kelibdi haftada. Keyin sizlar bilan birga ochib ko'r. Mana bu narsa. Men Ramazon kalendarini qilamiz, 30 kunga dedik. O'shani narsasini olgan edim qizimga faqat. Men xolasi hozir yig'amiz. Hozircha mana bunaqa ketyapti. Korobka yasalar ekan. Buni yasadim. Bunaqa nardan ora-oralariga qo'yilib, korobka qilinar ekan. Mana hozir bittasini yana qilib ko'ramiz. Bunday tiqiladi. Va ichiga o'zingizlar xohlagan narsalarni, konfetami, pechenkami, har kuniga bilan ochishiga qo'ysanglar bo'ladi. Mana hozir bitirib olay, oxirgisini ko'rsataman. Ana tayyor. Bunaqa korobочкаlar chiqdi ora-oralariga. Endi mana shu razmerida kichkina konfetkalar solaman. Hisob bo'lgandan keyin mana buni ustiga yopib, mana bitta ikkita bunaqalari bunaqa ichiga kiradi. Mana bular bunday bosilib ochiladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi kunlari. Mana bunaqa korobочка bo'ldi. Ajoyib. Hozir ana mana bu narsalarni qizimning advent kalendariga solib chiqamiz sizlar bilan birga. Ochamiz. Solamiz. No. Bunda. Miskem. Olamiz buni ham. Bunda. Bu konfetkalar, ularni ham dab solamiz har xil joylarga. Ikkitadan solamiz. Buni konfetkalar kam ekan, так что juvachkalarni bitta ham bittadan solsa bo'ladi. Hozir men buni ochaman. Ozgina joylari qoldi. Yana bitta ikkita juvachka qo'ysam. Mana men bilan ochdim. Bular chaynaladigan konfetkalar, bulardan ham ikkita soling. Cho'ta bo'shroq ko'rinyapti, lekin shunaqa bo'ladi ichida har gal ochganida. Hozir mana bunisini ustiga yopamiz. Shu bilan tayyor bo'ladi. Yopib chiqamiz. Oralardan. Oxirgisi. Tadam! Mana bo'ldi. Ichida to'la konfetlar. Qanchadan beri qilish kerak bu narsani? Qancha buni orasida seksiyalarni ushlab turadi nima solganinglarni. Mana buni endi o'sha Ramazon kelganda ochganda bir video berarman reaksiyasi bilan, lekin mana shunaqa ideya. Sizlar ham qilib ko'ringlar.